Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz obunachilari. Bugun sizlar bilan WeMine haqida gaplashib o'tamiz. Bu juda zo'r o'yin dollar ishlash uchun, ya'ni USDT. Mana WeMine ustiga bosib kiramiz. Mana birinchi kirganimizda mana shunday bo'lim chiqadi. Biz start mining ni bosamiz. O'zi mining qiladi 4 soat davomida. Men 4 soatga ko'targanman. Buni qanday qilamiz? Mana shu bo'limda birinchidan mana shu bo'limda tasklarni bajarib chiqamiz. Bizga 50 USDT, WUSDT bu. Eslatib o'tamiz. E'tiborimizni shunga kiritamiz. WUSDT bu haqiqiy USDT emas. Shuni ko'rib olamiz. Endi mana bu yerda biz bularni Bitcoin ni WUSDT ga almashtiramiz. Nima uchun? Hozir videoning o'rtasida bu haqida bilib olamiz. Mana bu bo'limda biz mining tezliklarini oshiramiz. Mana bu optimizm hammasini oshirib chiqamiz. Mana bu skins bo'limida biz Jupiterni bosib qo'yishimiz kerak, chunki bu bizga o'sha berib turgan daromadni 5% ga ko'tarib bera oladi. Shuning uchun Basicdan Jupiter yaxshiroq. Endi bu bo'limga qaytamiz. Mining qildik. Xo'p, mining qilgandan so'ng biz mana bu kod orqali ham pul USDT olishimiz mumkin, ya'ni WUSDT. Eng birinchi 20 ta odam $5 oladi va qolganlar haqiqiy dollardan $5 oladi. 20 ta odam va qolganlar esa 100,000 WUSDT oladi. Individualda esa bu xohlagan kodingizni yozasiz, to'g'ri chiqib qolsa baxtingiz. Endi generalda bu kodlarni qayerda olamiz? Bu kodlarni mening kanalimda har kuni tashlab boraman. Shuning uchun kanalimizdan uzoqlashmang. Kanalimizni kuzatishda davom eting. Bugungi kodimiz adashmasam 745 bo'lsa kerak. Hozir ko'ramiz. 745 xato ekan, ikkitasi to'g'ri. Bittasi 46 deb ko'ramiz. Mana 746 ekan. Endi mana bizga 100,000 WUSDT berdi. Endi bularni nimaga ishlatamiz? Bularni haqiqiy dollar ishlab olish uchun ishlatamiz. Buning uchun tepada WeMine bo'limini bosamiz. Mana bu yerda 3 ta bo'lim chiqadi. WeMine, USDT miner, Labor miner. Bizga eng asosiysi bu USDT miner muhim. Mana bu Labor miner bizga kerak emas hozircha. Shuning uchun USDT minerning ustiga bosamiz. Mana bu yashil bo'limga o'tadi va bu yerda mana shunday 0 bo'lib turadi. Chunki bu har 13 kundan, har 2 haftadan bir to'ldirishadi $30,000 ga va bu 2 kunga yoki 1 kunga bormay to'xtab qoladi. Shuning uchun biz maksimalniy darajada kunlik dollar daromadimizni oshirishimiz kerak. Buning uchun ikkinchi bo'limga o'tamiz va o'sha bo'limdan mana bularni ko'tarib chiqamiz. Mana bu o'sha WUSDT larni mana shu bo'limga ishlatamiz. Chunki bu bizning kunlik daromadimizni oshiradi. Haqiqiy dollar ishlash uchun o'sha $30,000 qo'shilganda biz bundan ishlab olar ekanmiz. Endi bu yerda esa doz taklif qilsakkina ochiladi. Mana menga 497 doz taklif qilsam ochilar ekan keyingi 9-level. Men shu 1-leveldan 8-levelgacha kelganman.
Endi bu keyingi bo'limga o'tadigan bo'lsak, do'stlar bo'limiga o'tadigan bo'lsak, bu yerda bonuslar ham berib turadi. Shu yerdan copy qilib do'stlarni taklif qilishimiz juda muhim bu o'yinga. O'sha dollar daromadimizni oshirish uchun. Va oxirgi bo'limda taskslar hali yo'q, tez orada qo'shilishi mumkin. Endi o'rtaga yetib olishga keladigan bo'lsak, o'rtada minimalni yetib olishimiz $10 bo'lar ekan. Uni yetib olishdan oldin biz hamyonimizni ulab olamiz. Mana shu yerda hamyon ulash connect wallet deb turadi. O'shani ulab olamiz. Va adashmasam 10% yoki 20% mi uslub olsa kerak, $10 yetsangiz $908 bo'lib tushadi. Mana endi men history, ya'ni to'liq yetib olgan USDT'larim birinchi $12-13 yetib olganman va ikkinchisini $10 yetib olganman. Bu $908 bo'lib tushgan. Mana VMine haqida barcha ma'lumotlar shu edi. Hammaga omad tilab qolaman. Qilishdan to'xtadim.